Dilshodjon, ushbu 110 kvadratga ega duplex kvartira remonti qanchaga tushdi? Ko'rib turgan chiroyli kvartirangiz 1 kvadrat metri $350 bitdi, mebel, jihozlari va texnikalari bilan birga. Xonadonning pluslaridan biri to'pli polimizni haroratini nazorat qilish uchun har bir xonaga boshqaruv panellari o'rnatilgan. Yana bir pluslaridan biri issiq suvning haroratini va bosimini nazorat qilish imkoniyati mavjud. Yana bir qulayliklardan biri eshigimizda videodomofonning monitori o'rnatilgan. Ushbu g'oyani biz chet eldan olganmiz va mijozi talabiga ko'ra amalga oshirdik. Siz ham o'z uyingizda shunaqa sanusiz bo'lishini istarmidingiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.